Bugungi mavzuyimiz yangi sistemaga o'tamiz. Bu yurak qon tomirlar sistemasini boshlaymiz. Birinchi darsimizni mavzusi yurak tuzilishi, qon bilan ta'minlanishi va yurakni avtomatizmi, ya'ni o'tkazuvchi sistemasi haqida boradi. Mana bu rasmda yurak va qon tomirlarining umumiy ko'rinishi berilgan. Ko'rib turganlaringdek, mana bu yerda mana yurak va bu yurakdan tarqaladigan yo'g'on qon tomirlari, ya'ni arteriya va venöz qon tomirlari berilgan. Yurakni topografiyasiga kelsak, yurak ko'krak qafasining ichida, oldindan to'sh suyagi, orqadan ko'krak umurtqa pog'onasi, ikki tomonidan esa oraliq parietal plevralarni o'rtasida joylashgan bo'ladi. Plevralarni biz nafas sistemalarni o'tkazganda ko'rsatib berdim. Parietal plevra 3 qismdan turar edi. Qovurg'a qismi, diafragma qismi va mediastinal, ya'ni oraliq qismi degan edik. O'sha yerda shu oraliq qismini o'rtasida perikardni ichida, ya'ni yurak o'zini xususiy sumkasini, o'zini maxsus xaltasini ichida perikard degan joylashgan bo'ladi mana yurak. Endi mana bu rasmda yurakni alohida o'zini ko'rsatilgan. Mana bu yurak oldindan ko'rinishi, mana bu yeri yurakni qorinchalari deyiladi. Mana bu yerda yurakni bo'lmachalari bor. Mana bu yurakdan chiqqan, chap qorinchadan chiqqan aorta ko'tariluvchi qismi, aortani ravog'i va pastlovchi qismi ko'rsatilgan. Mana bu yuqorigi kavak vena, endi pastki kavak vena ikkalasi chiqadi-da, yurakni o'ng bo'lmachasiga quyiladi. Mana bu yerda o'pkadan kelayotgan o'pka arteriyasi yurakni chap bo'lmachasiga, o'sha o'pkadan tozalangan arterial qonni olib kelayotgan o'pka arteriyasini bittasini ko'rsatib qo'yilgan. Xo'p. Mana bu rasmda esa yana o'sha yurakning rasmi, endi bu orqa tomondan ko'rinishi. Orqa tomondan ko'rganimizda yana o'sha yurak endi bu tarafga qarab, mana u yurakning qorinchalari, mana bu yurakning bo'lmachalari va mana narigi rasmda ko'rsatgan edim, mana yuqorigi kavak vena, mana u pastki kavak vena, ikkalasi birikib yurakning o'ng bo'lmachasiga quyiladi. Endi mana bu 4 ta tomir, bu o'pkadan kelayotgan o'pka arteriyalaridan kelgan tomirlar, bular yurakni chap bo'lmachasiga keladi. Mana bu aorta, boya ko'rdik, aortani ko'tariluvchi qismi bularning orqasida turibdi va ravog'i va bu yerdan pastga qarab ketgani bo'ladi. Aortani ravog'idan 3 ta mana bunaqa yo'g'on bo'yinga va qo'llarga arteriyalar ketadi. Uni biz o'z vaqtida ko'rib chiqamiz har birini. Endi mana bu yerda yurakning orqasida o'pka arteriyasi ko'rinib turibdi. O'pka arteriyasi yurakning o'ng qorinchasidan chiqadi va ikkiga bo'linib, chap va o'ng o'pka arteriyasiga bo'linib ketadi. Endi men yuqorida sizlar ko'rgan yurakni umumiy rasmlarini alohida bir chizib sizlarga tushuntirib o'tmoqchiman. Mana ko'rdilaring, yurak 4 qismdan iborat ekan. Yurakning o'ng tomonida bo'lmachasi va bu yoqda qorinchasi bor. Bu o'pkani vena tomoni deb ataladi. Bu yoqdan esa arterial qismi, bu bo'lmachasi va qorinchasi ketadi yurakni. Bularning o'rtasida bo'lmachalar aro
va qorinchalararo to'sig'i bo'ladi. Shunday qilib, o'ng tomon vena tomoni, chap tomoni endi arteriya tomoni bo'ldi. O'ng tomoniga aytdik, yuqoridan va pastki va yuqoriga kavak venalardan qon kelib quyiladi. O'ng bo'lmachadan qon o'ng qorinchaga o'tadi va o'ng qorinchadan bu yoqqa o'pka arteriyasiga o'tadi va o'pkaga boradi. O'pkadan tozalangan qon endi to'rtta o'pka venasi bo'lib chap bo'lmachaga qaytib keladi va bu yerdan qon chap qorinchaga o'tadi. Chap qorinchadan aortaga o'tadi qon. Hozir endi bu bo'lmacha va qorinchalarni bir-biridan qanday qilib qonni o'tishini va u qonni o'tishlariga va orqaga qaytmasdan faqat oldinga qarab yurishlariga moslamalar bor. Bular yana yurakni klapan apparatlari deyiladi. Yana bitta hozir rasmda men sizlarga o'sha yurakni klapan apparatlarini bir chizib ko'rsataman. Mana bu rasmda yurakni ichki tomonidan bir ko'rib olishimiz kerak. Mana yurakni mana bu bo'lmachalar qismi, mana bu yurakni qorinchasi hisoblanadi. Qorinchasida mana bunaqa so'rg'ichsimon muskul o'simtalari bor va bu so'rg'ichsimon o'simtalardan mana ipsimon bunaqa tolalar yurakni klapanlariga qarab tortiladi va yurakni klapanlarini sistola vaqtida, yurak qisqargan vaqtida klapanlarni pastga tortib ochib beradi. Diastola vaqtida bo'shashtiradi va klapanlar joyiga borib qon orqaga o'tmaydi. Demak, chap qorincha, endi o'rni kelganda aytib berdi, chap qorincha mana ichki tarafida buni endokard deyiladi. Endokard. Mana bu qalin qismi, mana bu miokard deyiladi. Va eng tashqarisida seroz qavati bor, bu epikard deyiladi. Epikard. Demak, endokard, miokard va epikard qismlari bor. Bundan tashqari yurak o'zini alohida xaltachasi bor. Buni endi perikard deyiladi. Buni o'rab turgan. Eslaringda bo'lsa, o'pkani tushuntirganimizda plevra qopini ichida, plevra bo'shlig'ida deb aytgan edik. O'sha yerda namlik bor. O'pkani sirpangani, o'pkani harakatini sezmaymiz, ishqalanganini sezmaymiz dedik. Xuddi o'shanga o'xshab yurakni ham o'zini perikard degan qopi bor. Shu perikardni ichida ozgina shu namlik, suyuqlik bo'ladi va yurak ishlagan paytda ishqalanish yuzaga kelmaydi, sezilmaydi shuni. Endi shu yerda ko'rinib turganda bir yo'la aytib ketay. Mana bu bo'lmachalar dedik. Bo'lmachalarni bu endi chap bo'lmacha, orqa tarafida o'ng bo'lmacha bor, buni orqa tarafida o'ng qorincha bor deb faraz qiling. Mana shu bo'lmachada hozir eslab qoling. Mana bunaqa avval chuqurchasi bor mana bu. Bu embrionda bola o'sib kelayotganda ona qorindaligida bu yerda avval teshigi bo'lgan. Bu yer teshik bo'lgan. Ikkala bo'lmacha bir-biri bilan qo'shilib turgan. Keyin tug'ilgandan keyin qon aylanish doiralari normal holiga kelgandan keyin bu yer sekin-sekin butib, mana bunaqa avval chuqurchasi paydo bo'lib qoladi. Qon aylanish doirasi kattalar tipida davom etib ketaveradi. Mana bu yerda yana bitta chuqurcha ko'rib turibmiz. Buni venechniy sinus deyiladi. Yurak sinusi. Bunga keyinroq yurakni qon bilan ta'minlanishiga kelganimizda orqa tarafdan ko'rsatamiz. Hozir mana uni ko'rib eslab qoling.
mana bu yurakni sinusi, venechniy sinus deyiladi. Yurakni mushaklarning orasidan o'zidan qaytib kelayotgan qon mana shu sinus orqali to'g'ridan to'g'ri yurakni o'ng bo'lmachasiga quyilaveradi. Endi shuni men chizib ko'rsatmoqchiman sizlarga alohida. Endi mana bu yurak olsak, yurakni 4 qismga bo'lamiz. Mana bu yer bo'lmachalar aro to'siq, mana bu qorinchalar aro to'siq, mana bu esa bo'lmacha va qorincha orasidagi to'siq deyiladi. Mana shu to'siqlarni tepasidan qaraydigan bo'lsak, mana bu o'ng tarafi, yurakning o'ng tarafi, vena tarafini oladigan bo'lsak, mana bu yerda bundaqa bir halqa, teshik bo'ladi. Mana o'sha teshik. Bu yog'i endi yurak to'siqlar, yurak nimasidagi to'siqlar bo'lsa, mana shu teshikda bu yurakni o'ng bo'lmacha va qorinchalar orasidagi teshikni mana shunaqa halqasi bor. Bu fibroz tolali tog'ay doim ochiq turadi va bunda endi yurakni ikki tabaqali klapani joylashgan. Mana bu birinchi tabaqa bo'lsa, mana bu ikkinchi tabaqasi deyiladi. Ikki tabaqali tog'ay joylashgan bo'ladi. Endi haligi oldingi rasmda ko'rsatganmiz, bu klapanlar faqat bir tarafga qonni o'tkazadi, tepadan pastga o'tkazadi. Qon endi qorinchadan bo'lmachaga o'tay desa, yopib qolib o'tkazmaydi. Bir tomonlama qonni o'tkazib beradi. Endi xuddi shunaqa teshik chap bo'lmacha bilan chap qorinchani orasida ham bor. Mana uni ham alohida chizib sxemasini ko'radigan bo'lsak, mana devorini. Endi bu chap qorincha. Bu yerda endi 3 tabaqali klapan bor. Mana bu birinchi tabaqa bo'lsa, bu ikkinchi tabaqa desak, mana 3 tabaqa deymiz. 3 tabaqali klapan bor. Bu klapanlarni ishlashi ham xuddi shu 2 tabaqali klapanga o'xshab, qon bo'lmachadan qorinchalarga bemalol o'taveradi, ochiladi u paytda. Qorinchadan bo'lmachaga orqaga qaytmoqchi bo'lsa, klapanlar yopiladi-da, qonni orqaga yurg'izmaydi. Normada qonlar faqat bir tarafga, bo'lmachadan qorinchaga, qorinchadan aortaga yo qorinchadan o'pka arteriyasiga yo'naltirilgan bo'ladi. Endi mana bu rasmga e'tibor qaratinglar. Bu rasmda yurakni gorizontal kesib qorinchalarni ko'rsatilgani. Mana bu chap qorincha, mana bu esa o'ng qorincha. O'ng qorinchada hali so'rg'usimon mushaklar dedik, o'simtalar dedik. Mana ulardan ipsimon ketgan xorda tendinoya deyiladi. Ipsimon ketgan xordalar mana bu klapanlarga borgan edi. Mana bu qorinchalar aro to'siq, chap qorincha bilan o'ng qorinchani to'sib turgan to'siq va qorinchalarning devori va aytganimizdek endokard, miokard, epikard va unutmang tashqarisidan perikard bilan qoplangan bo'ladi. Bularda ham o'shancha qavat, masalan endokard mana, miokard va epikard bor. Lekin bosim o'ng qorinchada nisbatan oz bo'lganligi uchun bularni devorining qalinligi chap qorinchaga qaraganda kamroq bo'ladi. Chunki chap qorincha doimo katta bosimda qonni aortaga va butun tanaga haydab berib turadi. O'ng qorincha esa bu kichik qon aylanish doirasiga o'pkagagina haydab berib turadi. Venöz qonini o'pka arteriyasi orqali o'pkalarga yuboradi. Shuning uchun bu yerda bosim kamroq va uni devori ham uncha rivojlanmagan bo'ladi.
Endi yuqoridagi rasmda men hali chizib ko'rsatgan klapanlar, mana bularni, mana bu qorinni, o'ng qorinchani, mana bu o'ng qorinchani ikki tabaqali klapani, mana ikkita tabaqa, mana bu chap qorinchani 3 tabaqali klapani, 1, 2, 3, 3 tabaqali klapan. Mana bu endi aorta bilan o'pka arteriyasida ham klapanlar bor, lekin ularni tabaqali deyilmaydi. Ular yarim oysimon klapanlar bo'lib, ularni 3 ta tomondan yarim oysimon tomirning ichiga bo'rtib chiqqan bo'ladi. Mana ular, mana bu aortani yarim oysimon klapanlari, mana bu esa o'pka arteriyasini yarim oysimon klapanlari bo'ladi. Bular ham qon agar qorinchalardan aortaga chiqadigan bo'lsa, yarim oysimon klapanlar tomirni devoriga qarab ochiladida, qon orqaga qaytadigan bo'lsa, bular yozilib, bu lepistoklari, bu nimalari, yarim oysimon nimalarni uchala likopchalari yopilib, qonni orqaga o'tkazmaydi, to'sib qoladi. Shunday qilib, qon aylanish doirasida qonlar faqat bir tarafga aylanib boradi. Bu yerda endi parok, yurak paroklari bor, keyin oxirida to'xtaymiz. O'shanda bu klapanlarga yana qaytamiz. Hozircha bularning normal tuzilishlarini, qayerda joylashgan va vazifalarini eslab qolinglar. Mana bu rasmda yarim oysimon klapanlarga alohida to'xtalib o'tamiz. Mana bu aortani yarim oysimon klapani, mana yarim oysimon klapanlar, bularni bunday yopsa, uchalasi bir-biri bilan yopishib bitta butun bo'lib ishlaydi. Mana bu o'pka arteriyasini yarim oysimon klapanlari. Qaranglar, bir cho'ntakka o'xshatiladi buni bir nimasini. Cho'ntak ham agar pastdan tepaga nima bo'lsa, ochiladi, tepadan pastga qarab yuradigan bo'lsa, cho'ntak to'lishi natijasida bir-biri bilan yopishib qolib, siqilib yo'lni ochadi. Mana bu yerda ikkita teshikka ahamiyat beringlar. Mana bu o'pka, mana bu aorta, aortani yarim oysimon klapanlari, mana shu yarim oysimon klapanlarini o'ng va chap tarafida ikkita teshik turibdi, mana. Ikkita teshik. Buni vaqtimiz ziqligi sifatidan yurakni qon aylanishini, yurakni qon bilan ta'minlanishini keyingi darsimizga qo'yamiz. O'shanda shu yerga yana qaytamiz. Eslab qolinglar. Bu yurakni o'zini qon bilan ta'minlovchi yurak toch arteriyalarini teshiklari. Mana shu yerdan yurakni o'ziga, yurak tomiriga qon ketadi. Bu o'pka arteriyasiniki, bu yerda unaqa teshiklar yo'q, chunki bu yerda qon bilan ta'minlanadigan nimalari yo'q. Endi sizlarga ma'lum, yurak hamisha ishlab turadi. Bir minutda har kimda har xil, kimdadir 60 marta, kimdadir 70 marta va hokazo yurak urishi sodir bo'lib turadi. Yurak sizlar uxlasalaring ham, tursalaring ham, uyg'oq bo'lsalaring ham, ovqat yesalaring ham ishlab turaveradi. Yurak avtomatizmi bor. Shu avtomatizmini men hozir qisqachalarga ko'rsatib tushuntirib beraman. So'ng keyingi darslarimizda yurakni qon bilan ta'minlanishi va qon aylanish doiralariga o'tib ketamiz. Mana bu yerda yurakni bo'lmachalari va yurak qorinchalari. Shu yerda maxsus nerv to'qimalaridan, nerv hujayralaridan tashkil topgan tugunlar bor. Mana bu yerda kisplyak tuguni deyiladi. Yoki bo'lmasa sinusni tugun deyiladi. Chunki yurakni mana sinusi bor mana bu yerda. Sinus tugunidan keyin bo'lib trakt, dasta keladi. Mana bu yerda yurakni bo'lmacha bilan qorinchani to'sig'i bor. Mana shu yerga kelganda yana bu yerda nerv tugunlari turadi. Nerv tugunlari bor. Bu tugunlarni
tovar tuguni, boshqa kitoblarda ashov tovar tuguni deyiladi. Shu ikkala tugunni orasidagi nerv tolalarini bu bo'lmacha va qorincha orasidagi nerv tolalari deyiladi. Trakti deyiladi. Bo'lmacha qorincha trakti deyiladi. Bundan pastida mana bu yerda giz dastasi bor. Giz dastasi va bu giz dastasini ikkita giz dastasini oyoqchalari deyiladi. Mana bu chap va bu oyoqchalari va bu giz dastasidan Purkinye tolalari tarqaladi. Bular endi yurakka, bo'lmachalarga 70 ml qon keladi o'rtacha. Qon kelganda yurakning bo'lmachalari devorlari taranglashadi va shu taranglashish o'zi mana shu yerdagi tugunlarga signal bo'ladi va bu signal mana bu dasta orqali bo'lmachalardan qorinchalarga qarab keladi. Shu paytda qorinchalar qisqaradi. Sistola bo'ladi va keyin mana bu yerdagi ashov tovar tugunida u kuchlanib turib, endi bu impuls giz dastasi va Purkinye, giz dastasining oyoqlari va Purkinye tolalari orqali qorinchalarga tarqaladi va qorinchalar ham qisqaradi. Buni yurakni sistolik sikli deyiladi. Yurakni qisqarishi deyiladi. Hozir endi sizlarga men shuni bir sxemasini chizib, yana ham tushuntirishga harakat qilaman. Shunday qilib, mana yurakni yana sxemasini chizamiz. Mana yurakni 4 qismga bo'lamiz. Bu bo'lmachalar aro to'siq, qorinchalar aro to'siq. Endi boyagi men ko'rib chiqqan o'tkazuvchi yo'llarini mana bu yerda sinus tuguni bor. Mana bu yerda ashov tovar. Avtorim aytsa bu kisplyak, bu ashov tovar. Bu ikkala tugunni o'rtasida bo'lmacha qorincha dastasi keladi va mana bu qorinchalar bilan bo'lmachani o'rtasida turgan tugundan ozgina bunaqa bir dasta chiqadi-da, buni giz dastasi deyiladi. Puchoq gizi. Va bu giz nimani ikkita oyog'i bo'ladi. Ikkiga katta tomir ketadi. Biri chap oyoqchasi, biri o'ng oyoqchasi deyiladi. Bundan endi Purkinye tolalari ketadi bunday bo'lib. Purkinye tolalari tarqaladi. Endi bulardan ham tolalar ketadi. Endi yurak bo'lmachalari qon bilan to'lganda aytdik, shu to'lishi o'zi yurak bo'lmachalarining devorlarining taranglashishi o'zi signal bo'ladi va vegetativ nerv sistemasini idora bo'lishi natijasida bu yerda impuls paydo bo'ladi-da, bu impuls mana bu trakt orqali, mana dasta orqali mana bu ashov tovar tuguniga keladi. Kelayotganda yo'lda mana bu tolalar orqali bo'lmachalar devorini qisqartiradi. So'ng darrov bu mana bu ashov tovar tugunida yana kuchlanib olib, giz dastasi va giz dastasining oyoqlari hamda Purkinye tolalari orqali darrov qorinchalar devoriga tarqaladi. Natijada yurak bitta siklni bajaradi, sistola bo'ladi. Yana bu yozilib, endi diastola davri bo'ladi. Yurak bu paytda dam olib olib, yana yangidan sikl boshlanadi. Bu vegetativ nerv sistemasini tonusiga qarab, kimdadir 60 marta, kimdadir 65, kimdadir 70 marta mana shunaqa impuls vujudga keladi va yuraklari shuncha marta qisqariladi. Keyingi darslarimizda nima uchun yurak shuncha ishlasa ham charchamaydi degan savolga javob beramiz. Ungacha hurmatli talabalar, o'zlaring bir sanab chiqinglarchi. Yuraklaring deylik, misol uchun 1 minutda 60 marta uradi deylik. Hisobga to'g'ri bo'lish uchun 60 ni oldik. 1 soatda nechta uradi? 1 sutkada nechta uradi? 1 oyda nechta uradi?
bir yilda nechta uradi va sizlar 100 yil yashaysizlar. Shu 100 yil ichida yuraklaring nechi marotaba sistila qilib, nechi marotaba qisqaradi. Shuni hisobini qilinglar. Ikkinchi, yurak har qisqarganda 70 millilitr qonni o'zidan haydab chiqaradi. Xo'p, bir qisqarganda 70 millilitr qonni chiqarar ekan. Bir soatda qancha? Bir sutkada qancha? Bir oyda qancha? Bir yilda qancha? Va nihoyat 100 yilda yurak bechora nechi tonna qonni haydab berar ekan. Shuni hisob kitobini qilinglar. Va endi bugungi darsimizni nihoyasiga yetkazishdan oldin har doimgidek sizlarga sihat salomatlik tilab qolaman. Qiziqqan savollaring bo'lsa, ya boshqa yana bilgilaring kelgan mavzular paydo bo'lib qolsa, men shu nimani tagida telefonimni qoldiraman. Shu telefonga murojaat qilib, men bilan bog'lanishlaring mumkin. Yana bitta narsani aytib qo'yay. Darsimni boshida yurak tuzilishini tushuntirayotganda ataylab bitta narsani xato aytib ketdim, o'rinlarini almashtirib ketdim. Qani, agar shuni kim birinchi topib, domla mana bu yerda adashdingiz deb menga aytgan talabaga dars boshlanganda baho qo'yishda inobatga olishni va'da beraman. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar.